Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Akmal Jumayev, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida yashayman. Ushbu videoni chiqarishimizdan asosiy maqsad shu 1-yanvar 2026-yildan boshlab hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatdan o'tkazish tartibi joriy etildi. Mana shu Muzrabot tumanida yashovchi fuqarolardan shaxsan iltimos qilardikki, agar siz davlat tashkilotida ishlasangiz, borib o'zingiz ishlab turgan davlat tashkilotlarida yoki oila va oila a'zolaringizdan bir shaxs pasport yoshiga yetib pasport olgan bo'lsa, borib qishlog'ingizdagi mahalla idorasiga ro'yxatdan o'tishlaringizni so'rab qolamiz. Bu hech qanday yomon tomoni yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab mana shunday jadal ishlar ketmoqda. Hamma faol bo'lib, aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatdan o'tkazishiga davlatimizning rivojlanishi uchun tez o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Mana shunday yangiliklarni kuzatib boring. Fuqarolarimizga foydasi tegadigan videolar chiqarishga harakat qilamiz. Akmal Jumayev kanallarini muntazam kuzatib boring va obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'ying. Rahmat.